Bu hunarmandchilikka kirib kelishimga asosiy sabab men otamlar. Biz hunarmandlar oilasida dunyoga kelganman. Otamlar yog'och o'ymakor ustasilar. Shu kichkina paytimdan otamlar shu 6 yoshimda meni ustaxonaga olib borganlar. Birinchi ustozim meni otam hisoblanadi. Bu kasbga olib ketishimizga asosiy sabab uyda lavh bo'lardi-da. Odamlar shu yoshlikda yasagan lavhlar bo'lardi. Ana o'shani yoshlikda ko'rganmiz-da, juda chiroyli ish edi. Ana o'sha narsani ko'rib, men ham shu narsani qila olmaymanmi degan narsa bo'lgan o'zimda. O'sha narsa sabab bo'lib qanaqadir qiziqish bo'lib ketgan. Ish protsess bizda men eskiz ko'proq chizaman. Eskizlar ustida ishlaymiz. Shogirdlar asosiy ishlarni baribir shogirdlar qiladi-ku, lekin eskizlar asosiy anaqani urg'uni men o'sha eskizlarga beraman. YouTube'da bo'lmaydi-ku, ko'p festivallarda qatnashganmiz. Davlatimiz bayrog'ini ko'tarishga harakat qilganmiz. Undan tashqari shogirdlar chiqardik. O'shalarga qanaqadir turtki bo'lgandek bo'ldik. Shular yutug'im deb bilaman shu kasbda. O'zi aytadi-yu, pul topishga yo'qchilik sababchi bo'ladi deydi. Ijodga, tabiatga qarab turganingizda, bizda o'zi asosan mana shu gullar islimiy deydi. Grek, islimiy va pargora deydi. Mana shu islimiy degan o'simlikdan olinadi. Mana shu har bitta gul o'simlikni nodalash, ketishlik bog'liqda. Daraxtlarga qarasangiz olasiz-da. Allohning o'zi yaratib qo'ygan mo'jizalar bor-da, shularga qarab turib ijodda o'sha ijoddan nusxa ko'chiramiz biz. Ijodkorimiz degan usta emas-da, baribir u ijodkorni ijodidan nusxa oladi-da. Ana o'sha narsalardan ijod olamiz. Bizani Xudo rahmat qilsin, ustozimiz bor edilar. Usmon akamlar. Shorim adashmasam familiyalar. O'sha insonga juda ko'p havas qilganman. Ularning insoniyliklariga birinchi. Ustalar ko'p aytadi-yu, olim bo'lma, odam bo'l deydi-yu. Ana o'sha insoniyliklariga ko'p havas qilganman. Ijodlariga juda ishlari ajoyib edi. Xudo rahmat qilsin, ustozimizni ko'p havas qilganman. Yoshlikda bir shkatulka yasagan edim, quticha. O'sha narsani juda men uchun qadrli. Neki juda qiynalib yasaganmiz. Endi birinchisi bo'lgani uchunmi juda qadrli men uchun. Uyda turadi. O'sha narsa men uchun qadrli. Saqlab qo'yganman. Bu yog'och tabiiy narsa hisoblanadi-da. Buni hozir asar yaratadi-da ijodkor. Yaratib bo'lgandan keyin tabiiy-ku sal buralib ketishi bor, boshqa bor. Ana o'sha narsa ustalarda eng og'riqli narsa. Shu yog'ochchi buralib ketib qolish xavfi bor-da. Bu tabiiy yondashish kerak bu narsaga. Ozgina usta shoshadi-da, sal ho'l paytda ishlatib qo'yadi, bitgandan keyin o'sha boshqa narsa bo'lib qoladi-da. Ana o'sha oraliq nuqta ustada. Avvalambor sabr. Har narsaga sabr kerak. Bizning ishimiz bilasiz, sabr talab. Ishimiz sabrli bo'lish so'ragan bo'lardim. Har narsa bittada o'xshamaydi-da. O'xshamayaptimi? Yana harakat qilish kerak. Bittada tashlab yuborganlar ko'p-da. Ana o'sha narsani yana harakat qilib ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Uchinchisi ustoz, yaxshi ustoz. Yaxshi ustoz kerak. Har qanday ishda tezroq erishish uchun o'sha narsaga ustoz kerak. Mana shu 3 ta narsani tavsiya qilgan bo'lardim. Qarang, men shahar arxitekturasida milliylikni qo'shmoqchi bo'lgan edim. Qayerga qarasangiz hozir baland zdaniylar bo'lib ketdi-da, oynali zdaniylar ko'p. Shahrimizga qaraydigan bo'lsangiz, milliylik qochdi. Milliylik qochib qoldi azim. Men shuning uchun milliy bekat yaratgan edim, shu tizmasini tizib. Bundoq qaraganingizda faqat baland zdaniylar emas-da, milliy qanaqadir ostanovka, misol uchun bekat, milliy bekat. O'sha yerda shahrimizga kelgan mehmonlar ham, shahrimizni kuzatib yurgan odamlar ham guvoh bo'lardi-da. Milliyligimiz shu ko'chalarimizda qanaqadir ufurib turishini xohlardim.